Hürmetli aziz qarindoshlar, hammalarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stockholmda yashayman. Va oldin hafta azroq o'zimniki mo'yinbistiri bilan anaqdan keyin video kamera qilib qo'ygan do'stimniki azroq ishlari bo'lib kelib, o'zim kelamay qoldim. Uni asosiyatdan kunduz ishladim. Shunga men nima qilolmadim. Ben navbatda meniki, opamniki, dadamniki, o'rniki azadlikka nahaq kesilganlik uchun Shvetsiya parlamentining oldida Xitoy hukumatiga qarshi ham vatanimizniki Xitoy tajovuzchilarininki vatanimizniki irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Shvetsiyaniki parlamentining oldida yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Meniki opam dadam 2017 yil 1-oyninki 27 kuni saat 9 atrofida açık etilib, Boğaz'daki türmege solib etilgan. Anadaki uyar 2 yıl qamoq jazosi tarbiyalash bo'lgandan keyin dadamni kunaski opamni bayındaylik türmege apirib, 5'ida 5 yillik, anadaki 18 yillik kesiyotgan. Meniki opam dadamniki hech qanday gunohisi yo'q. Men Xitoy hukumatidan shuni talab qilamanki, ularni darhol qo'yib o'tishing shart bo'lmaydi ekan. Men senga qarshi bu ko'rishimni qat'iy to'xtatmayman. Undan keyin hozir 0'dan töven Stockholm'da hazırın özde 12 gradus soğuklık buluyordu. Bana tömürlerimi pek to'nlab ketigilek. Lekin endi ata-ana bana üçün her narsani jon piyda qiladi ama bizningki farzandlarimiz Xitoyninki nemisiga asmasiga ko'p uchrab ketganmi? Unda qilmayli qarindoshlar, ata-onamiz mana bu so'g'larda yetyapti turmalarda. Chiqayli bo'lma degan chog'da mana bolasi izlergini qilibdi. Adab bo'lsa, yatırgan qo'padigan yerni, tamog'ini o'simi, boshqa hech nima qilolmasak, mana o'simi, nima qilishga sharoitini yaxshilab qo'yish bo'lsimi, qadimimiz to'xtatmang, mang'ayli qarindoshlar. Ata-ona barlig'ini bolaga beradi ekan, lekin bolalar barlig'ini berolmaydi ekan emas. Unda mehr shafqatsizlik qilmayli, beqib cho'ng qilganiga unda tuzkorlik qilmayli qarindoshlar. Ondan yana deydiganim, tunugun mushu meni endi mushu tunugunki men Amerikadagi Dunyo Uyg'ur qurultayininki raisi Dolqin Aysoninki kelib savol javob qilingan chog'da mushu indigenous people to'g'riliq nayti xato ishkanligini bu xato o'zinikimi bundan qarshi turganligini ifodaladi. Bu bir yangi boshlanish. Har holda xalq harakatininki azroq kuchi bo'ldi. Burun biz xalq tashlab qo'ygandik, bular ishilib, hozirmi yana ishilishga bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki uni u yerda men qarshi bu xato degan bilan uni u projektlarni iftashlash kerak. Endi indigenouсники yig'inlarga qatnashmaslik kerak. Shuningga bizningki imzo to'plash faoliyatimiz davomlashadi. Uningki petitionninki torbetini Dilyar Musayev o'zi deydi. Uningki ba'zi qarindoshlarimiz o'ylab qopti. Meni Dilyar Musayevning odami obo debdi. Men Dilyar Musayevning odami emas, Solihning odami emas. Men to'g'ri yo'lda manganlarni qo'llaydigan ham shularni qo'llaydigan bir fidokor xalqniki bir xalq. Men Dilyar Musayev mushu men so'zlagan narsa to'g'risida o'ziniki bilimi, o'ziniki mushu o'qigan bilimiga doir kasbiga xalqaro qonun moddalari bilan tushuntirib bir yangi Uyg'urlarni uyg'otish sahifasini ochdi. Shuning uchun Dilyarniki ota buvilarga so'rab chiqib bu balga hujumlar bo'lib ketildi. Shuning uchun men bu bal tarafda turib, qo'lni yuvsa, qo'l qo'yib yuzini yuydi degan gap. Undaq men mana jidaldan chiqib oldim-ku, Dilyar kirdi-ku deb tuzkorlik qilsak, bu da'vo bundaq bo'lmaydi. Hammamiz tang chambikaz fidokorlik qilishimiz kerak. Hammamiz tang bir-birimizni qo'g'dab, qo'lni qo'lga tutib, mo'rini mo'riga to'rab, to'g'ri yo'ldagilar, vatan mustaqilligi deydiganlar, lager taqalsin deydiganlar, bundaq lagerni Xitoy taqsin deb bundaq qilgan bilan taqalmaydi. Sening birdan-bir Uyg'urlarning chiqish yo'li mustaqillik, xalqimiz irqiy qirg'inchilik uchrayotdi qarindoshlar. Anadaki Dolqin Ayso efendim mana tunugun her halda o'zininki qandaqdir shu indigenous people'ga qarshiligini ifodaladi ham uning xato ekanligini ta'kidladi. Mana bu bizningki xalq harakatininki yaqindagi kuchi namoyandasi burun bizni sen kimsan sen deb javob berma deydi. Hozir undaq emas. Shuningga bular yana baribir o'zlarininki
yana baribir shu bizni yillardan beri shunda og'zimizga shokolad sepib keldi, lekin amaliyotini ko'rmadik. Yana baribir bularninki baribir beshini qisadigan bir chambirak, ya'ni bularninkida petition to'plab, bularninki addini bilmaydigan chog'da kaltaklaydigan bu 10 ming kishilik, hatto 30 ming kishilik, hatto 100 ming kishilik imzo qat'iy to'liq to'xtab qolmaslik kerak. Bu yerda qandaqdir dunyo uyg'ur qurultayini o'rgatadi degan gap yo'q. Bu yerda qandaqdir dunyo uyg'ur qurultayini o'rgatadi degan gap yo'q. Ham dunyo uyg'ur qurultayini o'rgatmaymiz. Buning ichi dediki sesqichiliklar tozalansin. Buning ichidagi ba'zi bir millatniki, xalqniki qinini so'rayotganlar, davoni suiiste'mol qilib, yojiq to'playotganlar, uningdan Uyg'urga mustaqillik talab qilmay, avtonomiya talab qilayotganlar nishonni o'zgartirdi degan gap. Agar o'zgartmagan vaqtida biz avval ham xalqqa vakillik qila olmaysa deb turib, bu narsani chiqarib turib, bularninki haddini bildirib qo'yamiz. Lekin bularni hech qachon o'rgatadigan qandaqdir bularni bir bularni o'rgatadigan, bularni xalqarалық sahnada qilmaydigan, chiqmaydigan qilib qo'yish emas. Faqat nishoningni o'zgart, munofiqlikdan qayt. Bo'lmadi degan chog'da, eng bo'lmadi degan chog'da men so'lchi, men demokratiyani qilaman, men kishilik huquqni qilaman deb oldiga chiq. Aningdiki men mustaqilliklarninki tuyiga, g'oliga palto bilan chopma. Bularninki ishlariga to'sqinlik qilma demoqchi. Chunki shu Ömer Kanatma ana şu Salih Xudayan chiqib ketgan qo'y ana shu kongressmenlarga, shuning ichidagilarga. Shuningga qarindoshlar, bu shunday kuchli tumsa bo'lmaydi. Endi yana bir gap bo'lsa, men endi burun ba'zi birlarini shu o'ylarninki tildim. Uning sababi men shu dunyo uyg'ur qurultiyi tarafidagi odam tufaylidan qo'yildim. Hissiyotim aldandi, vaqtim o'tkazildi, ota-onamning turmadagi vaqtlari o'tkazildi. Shuning uchun men beshini chiqib gapirgan chog'da qurultay kasalni vaqtida davolamay sen kimding falan narsam desam deganiki men bu narsani ichivatdim. Buningdan keyin men oldiga qaramay to'xtamay mangman. Men mushu haq yo'lda, mushu yo'lda ketayotgan bir odam, buningdan to'xtab qolmayman. Ota-onam chiqsimi birdan bir ideyarim, ya'ni mustaqillik, vatan xalq uchun kurash qilish. Balki bundaq oldilarga chiqib, bundaq shundaylik ota-onam chiqqan keyin bundaq norozilik namoyishini qilamisammi, men ekran yuzini yo'qotib ketmayman, men Facebookdagi aktivligimni yo'qotib ketmayman, men shu haqiqatchilarni qo'g'daydigan yo'ldan yo'qotib ketmayman. Shuningga qarindoshlar hammamiz hagak bo'laylik. Mana xalq harakatining mevasini, natijasini har holda ko'rdik. Ammo Do'lqin Aysa afandininki sen pul berganmiding, sen undaq qilganmiding, mundaq qilganmiding deb deyishtiri xato. Unda bo'lsa dunyo uyg'ur qurultayini dunyo indigenes qurultiyi deb o'zgartirsanlar bo'ladi. Agar shu narsani qilsanglar Uyg'urniki haq bo'lmasa. Qarindoshlarga rahmat. Aningdan keyin Do'lqin Aysa afandimga deydigan gapim, Do'lqin Aysa afandim, agar siz rost haqiqatchi bo'lsangiz, rost to'g'ri yo'l qaytmoqchi bo'lsangiz, rost qilsangiz, o'zingizniki qurultayning ichidagilarni tozlang. Bu cho'g'ilda komitetlar xotinlar berib kelgan saranglik kinishkis balani ep tashlab eting. Aningdan keyin yana bir yig'iz deydigan gapim, uningdan keyin bu mening ishim madaqdan bosilib qolmaydi. Men buni cho'qim oxirigacha olib chiqaman. Bu cho'qim Shvetsiyaninki adliya qonunlari orqali bo'ladigan ishlar. Buninkinimi meningki qandaqdir cho'ng dadamni qurultayga opirish bilan bu bosilib qoladigan ish emas. Ota-ona meningki urug' tuqqan meningki bo'lgan bilan ota-ona meningki beqib cho'ng qilgan. Asli shu shularni asli men bilan misha kelib birga chiqib turish kerak, ammo Yevropaning sharoitini hammamiz tushunamiz. Men ulardan ranjimayman, ammo men bu yo'ldan qaytib qolmayman. Qarindoshlar rahmat.